Men charchamayapsiz. Buni qaranglar, mana shuni uzib olsa nima bo'lar-ekan, mana shuni? Kechirasiz aka, bunga tegish, syomka qilish mumkin emas. Bizlar ichki tartib qoida bo'yicha bu syomka bo'yicha kimnidir ogohlantirish rahbariyatimiz. Ma'lum oddiy videomi? Hech qayerda mumkin emas degan joyi yo'q, hamma joyda olsa bo'ladi-yu. Yo, men hayron qolman. Bo'ldi, qani rahbar bormi? Kimdandir so'rayman, men gaplashaman. G'alati-yu, ruxsat bermaslik. Rahbarimiz bor, hozir bu haqda aloqaga chiqamiz. Ko'rishtiring, gaplashib oling. 02 aloqaga 02. Qabul tushunarli. Ham bu yoqqa yuramiz, rahbar bilan uchrashib ma'lumot beramiz. Assalomu alaykum. Aka, hozir men charchamayapsiz. Voy, oddiy video olmaki, nima mumkin emasmi? Ichki tartib qonun qoidaga ko'ra videoni maqsad haqida ogohlantirmasdan videoga olib, yo, men hozir qarang, men bu yerda oddiy video olyaptim-da. Hozir aqrangiz kelib mumkin emas zot. Qayerda aka, unaqa narsa yo'q, to'g'rimi? Qo'riqlanadigan obyektda har bir obyektda o'zining ichki tartib qoidasi bor. Shu tartib qoidaga amal qilgan holatda syomka qilishing mumkin. Yo, men misol yomon maqsad olmayman, oddiy, o'zim uchun olmayman. Maqsad qiziq emas. Bu yerda tartib qoidasiga bo'ysun. Meni ko'rmaganmisiz Instagramda? Ko'rganman, o'sha Matiz yigitsanmisa yangi. O'shamanmi aka, ko'rganmisiz? Obuna bo'lganman. Obuna bo'lganmisiz? Bo'ldi, unda tekinga olib ketamansiz ham aka. Endi olsam bo'ladimi video shu yerda? Bo'ladi, faqat 2-3 ta video olasan, keyingi safar kelganingda bir og'iz ogohlantirib olasan. Bo'ldi, akam aytib qo'ying, bular meni tanib olsinlar. Men hech oddiy kelib video olib, barchasi bossanglar aka, men tekinga olib ketyapman. Tekin yo'l haqqi. Yangi yo'l ichida metrolardan mana chiqasiz ishdan, misol metroda yo'ldan chiqib qolsangiz, tekinga olib ketyapman. Aka guvohlar ko'rganlar, to'g'rimi aka? Keyingi safar kelsa ogohlantirib. Ruxsatmi aka, ikkita video olsam bo'ladimi? Bemalol. Rahmat aka.